Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. İşğaliyatçı Xitoyning chet ellik youtuberlarni Sharq Turkistonga da'vat qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini aqlashga urinishlari bir-birlab mag'lub bo'lib, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosati Sharq Turkistondagi mavjud vaziyat pash bo'lmoqda. Yaqinda turkiyalik youtuber Taha Yasin Eral 2025-yili 5-oyda Urumchini ziyorat qilib bir yurish film e'lon qilgan bo'lib, u ziyorati jarayonida Uyg'ur xalqining Xitoy hokimiyati ostida qanday yashayotganligini va amaliy ahvolni yoritib bergan. U filmlarida Sharq Turkistonda diniy erkinlikning yo'qligini, Xitoy hukumatining qirg'inchilik siyosatlarini va islomdan qilgan haqorat xarakterlik atalmış dinni sotsializmga moslashtirish nazariyasining amaliy ijrosini suratga olgan. Taha Yasin vatanimiz Sharq Turkistonning Urumchi, Turpan qatorliq shaharlarda suratga olgan filmlarida Urumchi shahridagi Tangirtog' rayonidagi bir qancha tarixiy masjidlarni, jumladan Xalqaro cho'ng bozor masjidi, ya'ni Do'nko'rik masjidi, Oq masjid va Salar masjidini ziyorat qilgan. U bu masjidlarning hammasining xalqi taqalgan yoki faqat qattiq kontrol qilingan holda qisman ochilganligini bayqagan. 2016-yildan burun odam sig'maydigan, hatto yo'l bozor maydonidami namozxonlar bilan to'shib ketadigan Do'nko'rik masjidimi faqat sayohatchilarga ko'rsatish uchun normal ibodatga qisman echitilgan bo'lsa-mu, faqat bu masjidlarda juma namozdagi xutba yeriga Xitoyning diniy boshqarish nizomlari yoki atalmış Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik millatlar ittifoqligini ilgari surish nizomnomasi o'qilgan. Onun bir saatlik filmida imamning namoz o'qish jarayonidagi vaz-nasihatlari va butun xutba ichida bir jumla Uyg'urcha so'z yo'q bo'lib, juma namozining xutbasi assalomu alaykum yoki bismillahirrohmanirrohim degandek hech qanday islomiy so'zlar bilan emas, balki atalmış Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik millatlar ittifoqligini ilgari surish nizomnomasi degan so'z bilan boshlangan. 每3年，县、市、区至少每2年召开一次民族团结进步表彰大会。49条，各级人民政府应当把加强民族团结作为战略性、基础性、长远性工作来做，充分运用民族团结进步成果，教育群众、宣传群众，凝聚人心。 Taha Yasin Buloq beshidagi Oq masjidda namoz o'qimoqchi bo'lgan, lekin masjid ichiga kirishiga ruxsat qilinmagan. Mas'ul kishi uning asosiy namoz rayoniga kirishni rad qilib, sirtda turishni buyurgan, hatto chiroqni yondirishni rad qilgan. Shundaqla Oq masjidning qarshisidagi Salar masjidimi shuningga o'xshash taqoq bo'lib, juma o'qish uchun Do'nko'rik masjidiga kirganda uning pasporti suratga ilingan. Shundaqla Sharq Turkistonda namoz vaqtiga jamoatning yerlik vaqt emas, balki Beijing vaqtiga ergishishiga majburlanganligini bayqagan. Imom juma namozi xutbasini atalmış millatlar ittifoqligi va taraqqiyot xizmat nizomnomasi bilan boshlab, millatlar ittifoqligi va taraqqiyot namoyon o'rinlarini qurish va mukofotlashning konkret usullari degandek, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga zo'rlab tangan atalmış millatlar ittifoqligi siyosati bilan oxirlashtirgan. Uning ko'rsatishicha, masjidda diniy kitoblar qo'ydigan tekchilari butunlay quruq bo'lib, hech qanday Qur'on nusxalari ko'rinmagan. Ve namoz o'quvchilarning hammasining yashanganlar ekanligini, ko'pinchisi 50 bilan 60 yosh oralig'ida ekanligini, butun juma namozida faqat 1 yoshning borligini bayqagan. Bu munosabat bilan stansimizdan Taha Yasinni ziyorat qildik. U o'zining juma namozi jarayonida ko'rganlarini mundaq bayon qildi. Urumchi'nin merkez ve en önemli, en meşhur camisi olan Erdaço Camii'nde cuma namazını kılmak istemiştim. Çünkü cuma namazı kılmak ve bunu Doğu Türkistan'da kılmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Fakat bu cuma namazını kılmak ve bu ibadetin baştan sona olan bu süreci aslında bildiğimiz, alışık olduğumuz ibadetlerden, cuma günlerinden daha farklı gerçekleşti. Çünkü cami bir kere en başta sadece namaz vakitlerinde açılıyor. Namaz haricinde girip ibadet etmek imkansız ve yasak. Hadi geldiniz, namaz vaktinde namazı kılacaksınız. Girişte sıkıya bir güvenlik önlemi var. Ben her girdiğimde pasaportumun önlü arkalı sağlı sollu her yerinin fotoğrafı çekildi, kayıt altına alındı. Yani her camide bu fotoğraf çekilip birilerine yollanıyordu.
gerekli kişilere benim o camide o vakitte namaz kıldığımı kayıt altına alınması için. Ayrıca namaz vakti geldiğinde dışarıya ezan sesi verilmiyor. Yani sokakta yürüyorsunuz ve ezan sesini duyduk, hadi namaz vakti geldi gibi bir durum yok. Çünkü ezan dışarıdan okunmuyor. Caminin içinde sessizce okunuyor. Cuma namazında Erdaçö Camii'nde içeriye girdiğimde çok şaşırdım. Çünkü yeni çıktığımızda geri kalan bütün cemaat yaş ortalaması 50-55'ti, hatta 60'tı. Hiç bir tane dahi genç Uygur kardeşimiz camide yoktu. Herkesin 60 yaşına yakın olması benim çok dikkatimi çekti. Bunu daha sonradan araştırdığımda gençlerin gitmemesinin sebebi aslında sebep değil, zorunluluk. Çünkü camiye gittiklerinde camide görülecekler, ibadet ettikleri ortaya çıkacak. O camide fişlenecekler. Bu kişi, bu genç arkadaş bu camiye, bu namaza geliyor diye fişlenecek ve adı çıkacak. Bundan sonra o gencin ailesinin, akrabaların, arkadaşlarının başına ne geleceğini kimse bilemez. Ve bu gençler de bundan korkarak maalesef ki camilere gelemiyor, ibadet edemiyor. Bir diğer nokta da çok dikkatimi çeken, camide Kur'an-ı Kerim yoktu. Bir tane dahi Kur'an-ı Kerim nüshası, Kur'an-ı Kerim kitap halinde, yaprak halinde yoktu. Normal camilerde bildiğimiz Kur'an koyma yerleri vardı. Ama bir tane bile Kur'an-ı Kerim yoktu. Hani alıp okumak istedim veya işte açıp bakmak istedim veya herhangi bir meal, hiçbir şey yoktu. Yani orası cami ama sadece bir bina aslında. Hani ibadet yapın demişler ama ibadet değil o. Siz tamam hadi buraya girin çıkın, dışarıdan bakan desin ibadete izin veriliyor ama aslında böyle bir şey yok. Bu tamamen bir göstermelik, bir serbestlik var burada. Çin'in uyguladığı bu baskı sadece insanlara göstermelik ibadet hakkı tanınıyor. Gençlere ibadet etmek yasak. Herhangi bir Kur'an-ı Kerim yok. Böyle olunca orası bir aslında tiyatro gibi bir durum oluyor. Ama yine tüm bunlara rağmen o camiye gelen o yaşlı Uygur kardeşlerimizle yine omuz omuza gelip o cuma namazını kılmaksa her ne olursa olsun yine çok önemli. Benim için tarif edilemez harika bir duyguydu. İnşallah birlikte daha çok cuma namazlarını, vakit namazlarını birlikte omuz omuza kılarız. Bu susturulmuş, bu zorla bastırılmış bu ortam. Bu haqda Taha Yasin özünün bu ziyaret haqida hazırlagan maqalasida mundaq yazıdı. Ürümçidagi Merkezi Masjid Dönkörük Masjidida cuma namazını o'qish men uchun unutulg'isiz kechirmish bo'ldi. Bu yerda cuma namazida duo biz odatlanganga o'xshamaydigan bir shaklda ilib berildi. Bu masjid faqat namoz vaqtida ochiq bo'lib, kirish eg'izida qattiq bexatarlik tekshirishi bor edi. Pasportim suratga tortildi. Mening ismim sistemaga kirgizildi. Bu yerda sirtin azon anglay olmaysiz. Namoz masjid ichida jimjit o'qiladi. Men kirganimda jamoatning butunlay degidek yashangan ekanligini his qildim. Yoshlar qora tizimlikka kirishdan qo'rqish kerak, masjidga kelmaydi ekan. Masjidda Qur'on yo'q edi. Faqat bu yerda insonlarning namoz o'qishiga ruxsat qilingandek, diniy erkinlik bordek va hamma narsa normaldek bir atmosferani ko'rsatish uchun butunlay kontrol qilingan shakl jihatdagi yasalım bir havo bor edi. Ammo Uyg'ur xalqining bu zulmlarga qaramay, u masjidda mo'rini-mo'riga tirab turib duo tilovat qilishi Uyg'ur xalqining yanada e'tiqodini qo'g'dashga urinayotganligining ifodasi bo'lib, buni ko'rish kishini ta'sirlantirdi. Bu yerda garchi hamma narsa jimiqtirilgan bo'lsa-mu, bu sukut ichidagi qarshilik edi. Yevropa Ittifoqi tunji qatim Xitoy bankalarga jazo qo'ydi. Jazolash tizimlik ichida yana 8 dan ortiq Xitoy shirkatlari bor. O'sha ayning 18-kuni Yevropa Ittifoqi 18-qatimliq Rossiyani jazolash qarornomasida Rossiyaning pul yurishtirishiga yordam qilgan Xitoy bankalari va Rossiyani xom ashyo bilan ta'minlayotgan Xitoy shirkatlarini jazolash tizimiga kirgizdi. Jazolash tizimiga kirgizilgan shirkatlarning hammasi Xitoyda bo'lib, tizimlikdagi Xitoy bankasi,
Sufeyxey Yezigilik Bankisi ve Xeyxi Yezigilik Bankisi qatarlıqlar. Xabarlarda bildirilishicha, Ukraina urushi sababidan Yevropaning jazosiga uchrayotgan Rossiyaga iqtisodiy yordamlarni rayonlik banklar orqali yurishtirgan bo'lsa-mu, bu Yevropaning jazolash tizimligidan yanada qutula olmagan. Buningga qarta Xitoy taraf Yevropada banklarni jazo planidan chiqarib o'tishni tashabbus qilib lobby faoliyatlar yuritgan va o'ch oldiganlik to'g'risida tahdid silib, Yevropa ittifoqining Xitoy pul muomala organlariga jazo yurgizmasligini bevosita talab qilgan. Yevropa ittifoqi mush ayning 18-kuni Xitoyning tahdidiga pisand qilmay, yuqoridagi ikki Xitoy bankisi va 8 shirkati Rossiyaning neftini to'shiydigan Xitoy may paraxotlarini qora tizimlikka kirgizgan. Bu tizimlikda Rossiyaning Hindistondagi neft ayirish zavodi ve Türkiye'nin 4 şirketimi yer algan. Bu jaza Rossiyaning pul muomala, harbiy sanoat, neft ve tabiiy gaz eksportiga kuchli ta'sir ko'rsatish bilan birga Xitoyning Rossiyaga xam ashyo ta'minlash va tovar almashtirishiga og'ir ta'sir ko'rsatadi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.